Assalamu alaikum, qarindoshlarım, Ramazan mübarək olsun. Mən bugün sözləməkçi bolğan leksiyayım şu ھەزىم qilish qismi hamda meniki özümdən kəsbi şu doktorxana işləyən kəsbim ھەزىم qilish bölümündə adətdəki tashqi kasalliklar bölümündəyimiz. Buningda şu asasən ھەزىم qilish deganimiz ağızdan başlap maqatgacha ağırlıqni adətdə 6 metrdən 9 metrgacha deymiz, o'ttir hisob bilan. Shunlashqa bizniki ayni vaqtida qilgan operatsiyalarimizni qisqacha qilib so'zlab o'tsam, biz shu asosliqi o'tning operatsiyasini ko'p qilgan, aningdan qolsa oshqozonning yerimini kesish, 3dan 2 qismini kesish degandek. 3 ayning operatsiyasi, aningdan keyin so'qurchay. Yana qopli qurtmi bizning vatanda bak ko'p bo'libmi jigardagi qopli qurt, o'pkadagi qopli qurt degandek. Mushu jarayonlarni qisqa qilib amalba qarindoshlarniki tushunishiga apik bo'lsin uchun resim orqali tushuntiray deb o'yladim. Birinchi qatim so'zlagan leksiyamda amalba daskani ko'rsatgandim, daskaga resim chizib tushuntirman deb. Ameliyatda resim chizishim usta emas. Shunlashqa hozir to'g'riladim shundaq yaxshi tushunishli resimlar bo'lg'ashqa shu resimni so'zlash eng asosli bizning badanimizning ichidagi a'zolarning o'rni nada? Ba'zi qarindoshlar o'rnining o'ngdimi, so'ldimi deganlarni bilmaydigan qarindoshlarimiz borki, albatta har qanday millatda bo'ladi deb o'ylayman. Shunlashqa qisqa tushuntirish berish orqali mush kasallarning qanday oldini oladi, kasal bo'lgandan keyin qanday davolanamiz deganlarni tushuntirib o'tay deb o'yladim. Amalba o'zimizning yerlik qora tilida tushuntirishga tirishaman. Shu hozir hamda Ramazon vaqtimiz, shunlashqa biz zo'liqni, iftorlikni yegan vaqtlarda ko'pincha qiynaladigan ahvollar yuz berishi mumkin. Mümkünçiligi bor aniqlam. Shunlashqa men ko'p qarindoshlardan anglab turman. İftorlikni qanday qilsak bo'ladi, zo'liqni qanday yesak bo'ladi degandek. Shunlashqa mush hammasi ھەزىم qilish sistemasiga munosabat bo'lg'ashqa o'zimning tushuncha bo'yicha deb baqsam, undan keyin ko'pchilik bilan o'rtoqlashib, har qanday savollar bo'lsa qo'yib baqsanglar, shu savol asosan o'zimning bilishcha javob berib, agar bilamagan bo'lsam, material aqtirib, undan keyin mening boshqa doktor tanishlarim orqali amalba har qanday shu savollarni qo'yib qo'ymay javob berishga tirishaman. Menga ko'p shu qarindoshlardan fikrlar, takliflar kelyotdi. Ko'pdan ko'p rahmat aytaman menlarga. Menga mush yaqinda kelgan fikr, mush mikrofon ovoz to'ya bo'lib qoldi degan qarindoshlar bo'ldi. Men burillam mush Kanadadagi qarindoshlarim degandi. Shunlashqa mikrofonni oldim. Shunlashqa yana qanday fikr bo'lsa, sizlarniki tushunlarga, sizlarning fikr berishinglarga muhtojman. Men bu YouTube'ni uzun mezgil ishlashni planladim. Amalba o'zimniki o'rgangan narsalarni azroq bo'lsa-mu shu xalqimga yetkazsam degan umiddaman. Shunga hamda resim orqali har qatim hamda qisqa 10 minut atrofida so'zlab, tushuntirib, qisam savollarni qo'ysanglar, javob bersak degandek usulda mangay deb o'yladim. Hamda biz tomoq yegandan keyin bizning badanimizda qanday alomatlar bo'ldi degan chaqda men tuvanda resimni chaplab qo'yman. Shu resim orqali tushuncha beraman. Hamda bizniki shu tomoq yegandan keyin tomoqni darhol tizilgan vaqtlarda haq tutib qolgan ishlarimiz bo'ladi. Nima uchun haq tutamiz? Undan keyin qandoqsiga, nima uchun bizning maydamiz etishidi? Oshqozon kasalligiga qandoq bo'ladi? Undan keyin tomoq yegandan keyin oshqozondan uchaga tushgandan keyin qanday alomatlar ko'riladi degandek bir qator masalalarni birlikda muzokara qilib maqsaq, meningcha ko'pchilikka yaxshi, mening o'zimning o'rganishimga nihoyat yaxshi deb o'ylayman. Bay degandek shu resim orqali tushuntirsam, shu 1dan 14 gacha sonni bor resimni tanladim. Sonni desam ham nihoyat tushunishlikkan deganni o'ylab shu resimni tanlagandim. Shu asosli shu 4-chi hamda shu qizilonglashdan keyin tushgandan keyin
8-ci aşqazımız şu. Bu aşqazanın içki qismi mundaq bo'ldi deb yerib ko'z qo'ygan yer ekan. Undan keyin aylanib kelgandan keyin 9-ci 12 barmoq uchay degan shu. Odatda bu 12 barmoq uchayning uzunligi shu qizilmayishning uzunligi shu o'tir hisobda 25 sm keladi deydi ekan meditsinada. Ondan keyin shu 12 barmoq uchay shu kichik uchayning boshlanishi bo'ladi. Ondan keyin kichik uchay ikki xil bo'ladi. Buni hamda Uyg'urchasini o'qimadim, Kungchang Xuychang deb qo'ydi. Shu hammasi qo'shilib shu kichik uchay bo'ladi. Ondan keyin cho'ng uchay, ya'ni qarg'u uchay deb qo'yamiz. Ba'zilar shuni da azroq xatolashlar bo'ldiki, qarg'u uchayni operatsiya qildi deydi Allah bo'ladi ekan. Amaliyotda qarg'u uchay shu cho'ng uchayning boshlanishi, mana shu 14-chi shu 14ning ostida sangilab turgani so'qir uchay. So'qir uchay deganimiz shu haqiqiy operatsiya qilib kesitidigan a'zo bo'ladi. Hargiz bu qarg'u uchayni operatsiya qilmaydi. Qarg'u uchayni operatsiya qilyapti degan xato ko'z qarashlar bor, xato deyishlar deymizmi? Undan keyin shu qarg'u uchaydan boshlab bu cho'ng uchaymi 4ga bo'linadi. Hamda uni ushshaq desam bak murakkab bo'lib ketadi. Shunga shu cho'ng doiradan so'zlab o'tay deb o'yladim. Andan keyin shu 12 barmoq uchay kelgan chaqda shu 12 barmoqniki shu uchayning ichiga qo'shiladigan, suyuqlik quyiladigan desak bo'ladi. Mana yeshil ranglik shu bizning o't bo'ladi. O't tosh turib qolgan ishlar degandek ko'p anglaymiz. Undan keyin bu o't suyuqligi nereden chiqadi degan chaqda bizning jigarimiz, 5-inchisi shu jigar shu. Jigarda bo'lib biz kech uxlagan vaqtida shu o't suyuqligi ishlab chiqarib o'tga quyilib 3dan 1 qismi, 3dan 2 qismi o't yo'li orqali 12 barmoq uchayga qo'shiladi ekan. Undan keyin 12 barmoq uchayga qo'shiladigan yana bir a'zo bor, 11-chi oshqozon osti bezi. Bu oshqozon osti bezi bizning badanimizda nihoyat muhim ham bakkel sazgur a'zo deyiladi. Bu tashqi kasal bo'limidimi 12 barmoqniki, anminiki oshqozon osti bezining operatsiyasi eng chong operatsiya kirdi. Bunda aytgan chaqda tiz xarakterlik oshqozon osti bezining yallig'i. Bunda aytgan chaqda yiyishni degan jiq anglagan bo'lishinglar mumkin. Amal bu operatsiya qilinmaydi. Agar operatsiya qilinsa 10 odamning ichida 9i ni qutqazg'ili bo'lmaydi. Demakchi nihoyatda xatarli bir kasal. Buning xatiri nereden keldi degan chaqda birdan-bir shu o'zinglar ko'rib turayotgandek shu oshqozonning ostiga joylashgan. Shunlashqa oshqozon tomoq yoki ichimlik suv, choy degandeklar pek ko'p bo'lib ketsa, shu oshqozon osti bezini, ya'ni yeyishni deb qo'yamiz-ku. Shuni besib, shu oshqozon osti beziniki ajratmalarini qalaymagan qilgandan keyin kasal paydo bo'ldi. Undan keyin yana bir cho'ng kasal, diabet kasalimi, shu oshqozon osti beziniki hormonning insulinning ajratib chiqarishini qalaymagan qilgandan keyin paydo bo'ladi. Ko'p odamlar shu shikayisi diabet bo'ladi deydigan xato ko'z qarash ko'pkan. Mana shu yaqinda bizning sinfda shu gaplar bo'ldi. Demakchi bu nihoyat cho'ng bir xato tushuncha ekan. Bularni men tafsiliy so'zlayman. Bugun so'zlamoqchi bo'lganim asosliqi shu hamda hozir bizning Ramazon vaqti, shunga tomoqni qanchaqda yaxshi yeb haq tutishning oldini olamiz, samir ketishning oldini olamiz deganlarni azroq qisqacha so'zlab o'tay deb o'yladim. Amal bor tomoq yegan chaqda zo'liq bo'lamdi, iftor vaqti bo'lamdi, aldirmay. Bizniki qoidamizda iftor vaqtlarda tatliq xom yeymiz, yoki xom bo'lmasa tatliq narsa yeymiz degan gapimiz bor. Buning nihoyat ilmiy asosi bor. Qandaqchiga degan chaqda bu tatliqni yegandan keyin bizniki mingimizda darhol to'yingan holatga keladi ekanda, shunga tomoqni jiq yeb olishning oldin og'ili bo'ladi ekan. Shunlashqa uning ustiga biz bir kun tomoq yemagandan keyin bu tatliq narsa yegandan keyin darhol qonga kirib, qonda shu tatliq oksigen yetkazdi ekan mingimizga. Shuningdek holimizga darhol kelish unum berdi ekanda, shunlashqa tatliq yeydiganmiz deb o'zim shundaq faraz qildim bir hisobda. Andan keyin amal bor tomoqni osti yeyli.
Hem öyle okumuz hem de suyuq şelang içsek buludu deyimiz. Elbette suyuq şelang yaxşı. Ama qandaq yiyişimizin qat'i nazar tamakni asti yiyişimiz gerek. Hem de bu tamakni eğizden kirgandan keyin qandaq mаңды degan yana bir parcha resim bor. Shuni chiqarib so'zlasam, meningcha teg'imdimi tushunishlik bo'ldi deb o'ylayman. Mana bu resimda shu yeshil rang, yeshil shu sariq torbining ichida ketayotgan yeshil rangni yىمەكلىك deb faraz qiladi ekan. Faqatlam bu resim boğaşqa tushunishga aplik bo'lish uchun mushtaq sizib qo'yibdi. Istirlikka, qizil istirlikka ketayotgani shu tamoqning yo'nalishi. Shu yeshil kichik ranglik narsa shu qizilongash 25 santa shuni o'tgandan keyin oshqozonga kirdi. Oshqozonda mingib, boy degan 12 barmoqni o'tib kichik kuchayga keladi. Kichik kuchayning uzunligi 5 metrdan 6 metrga atrofida bo'ladi. Anondan keyin shu kichik kuchaylar aylanib kelib cho'ng kuchayga keladi. Cho'ng kuchayga kelgandan keyin rangi o'zgarganligini ko'ryapsizlar. Shunday qilib cho'ng tarafning rangida mingib, undan keyin oq taraf orqali chiqib ketadi degan gap. Ammo shu yeshil rangi kap yeşil rangda kelgandan keyin boy degandek shu 12 barmoq kuchayga kelgandan keyin albatta oshqozon kislotasi bor. Anandagi 12 barmoq kuchayga kelgandan keyin o't suyuqligi bor, qo'shiladigan-chu hazm qilishga yordamlashadigan. Anandagi oshqozon osti beziniki to'rbisidan oshqozon osti bezining suyuqligi chiqadi. Chiqib hammasi qo'shilib oxiri kichik kuchayda shunday aylanish orqali cho'ng kuchayga keladi. Cho'ng kuchayga kelgandan keyin shu kichik kuchay bilan cho'ng kuchayning orlig'ida shu rangi o'zgardi ko'rib turibsizlar. Yerda shu qor so'qurchay bo'ldi. Pastki eng ostida sangilab turgani shu so'qurchay. Bu yerda ham so'qurchayniki sabablari ko'p. Qanday bo'lgancha so'qurchay bo'ldi degan savollar bo'lishi mumkin. Buningda shu ba'zida yolg'onlish, har xil sabablar bo'ladi ekan. Buniki sababi haqiqatan aniq emas, ammo bo'ladigan odam bo'ladi degandek. Shunga hamda bu cho'ng taraf mush orqali aylanib deymizmi, cho'ng uchayni 4ga bo'ladi. Yuqoriga mangan cho'ng uchay, to'g'risiga mangan, undan keyin pastga tushgan, andan keyin S shakllik cho'ng uchay deb bo'ladi. Cho'ng uchay odatda shu 1.5 metr atrofida bo'ladi. Cho'ng uchayning birdan-bir roli faqatlam suv sumirdi. Ammo bizning butun ozuqliqlarimiz hammasi shu kichik uchayda ھەزىم bo'ladi. Kichik kuchay orqali tomirlarga o'tib, undan keyin ھەزىم qilish boshlandi degan gap. Bu resimmi nihoyatda tushunishli resim deb o'ylayman. Men yapon dars o'tgan chaqda bolalarga tushuntirib ko'rsatdim. Bu topcha shakllik bo'lgandan keyin badanimiz shunday o'xshaydi deb o'ylab qolmanglar hargiz. Faqatla image shaklda nihoyatda tushunishli holda shunday tushuntirganki ھەزىم qilishning butun qismi debchu. Mushum o'xshashlam shu yumbuloq orange ranglik deymizmi? Shu tomoq kirgandan keyin, eg'izdan kirgandan keyin oshqozon kelib, ushaq parchalarga donchalar bo'lindi. Undan keyin 12 barmoq kelgandan keyin 12 barmoq uchayda mayada sariq ranglik, oshqozon osti bezi, o't ko'k ranglik, jigar degandaklarniki suyuqliklari 12 barmoq tushgandan keyin shu uchayda boy degandek shu qabul qilish, energiya qabul qilish boshlandi degan gap. Andan keyin asta-asta cho'ng uchay o'tgandan keyin cho'ng uchayda asosliqi suvni sumirib, suv shu cho'ng uchayimizni yumshatib, undan keyin cho'ng taraf chiqishga boshlaydi degan gap. Shuni tushuntirishga, shunga tushunish bo'lg'ashqa buni chiqarib qo'ydim. Hamda demakchi, bakalqa bu darsning nimasini bak so'zlasam ko'plarga xo'shaqmaydi. Shunday bo'lsa-mu, bizning badanimizning ichidagi a'zolarniki qurilimiz qandoq, nega joylashgan degandeklarni qisqacha cho'ng doirada tushuntirdim. Hamda shu boy degandek nima uchun haq tutamiz degan chaqda boyiqi qizilongashniki uzunligi 25 sm dedim. Shu qizilongashniki 3 yerida tor qism bo'ladi. Biz tomoq yegandan keyin qisqirab, kengayib mangdichu. Shunlashqa shu 3 qisqiraydigan joyda tomoq turib qolgandan keyin biz haq tutadi ekanmiz. Shunlashqa tomoqni har qanday odamniki
cho'qim nimasi bor, buning da tajribasi bor desak bo'ladi. Ba'zi aldirab tez olamiz, shu zamonda haq tutamiz. Haq tutganligimiz mingimizniki bizga signal bergan ekanda, aldirmay degandekchu. Onun üstüge şu tar kısım boğandaki astı ütü diken o yaxtı tamak. Şunlaşqa özlüğüdün avtomatik alda biz haq tutuş arqılıq toxtay dikenmiz. O üç tariye ne diyen çağda şu eğizden angina taraftan düşken dikiliye, onun diken boğuzumuz taraf, onun diyen şu kızlı öngəç bilen aşqazan düşüdüğün arlıq. Üç taraf tar buldiken. Şuna muş cihetlerge dikkat kısak, tamaqni ast yesek, qancha jiq yesek mu aldırmay. Bir saat yesek mu aldırmay yesek, meningcha tan sağlamlığımızga nayt paydalıq dep oylayman. Bay degandek, endi oxirida mushu odamniki mushu ھەزىم qilish uzunluğu deyimiz, ھەزىم qilish sesimizin uzunluğu 6 metrden 9 metrgacha dedik. Amanda bugün materiallar qarab qiziqarliq nimalarni ko'rdim, hayvonlarniki mi. Ama hayvonlarniki ichida eng uzuni mushu dengizda lahangdimi cho'ng bir kujra deb bir beliq bo'ladi ekan. Shu beliqniki uzunluğu amaliyot 12 metr keladi ekan, ammo mushu ھەزىم qilishi 288 metr bo'ladi ekan. Ameliyattan 60 ton atrofida bo'ladigan adaltning undan keyin kaliniki 51 metr bo'ladigan ھەزىم qilish yo'li. To'gining 42 metr, qo'yning 31 metr, otniki 30 metr, shirniki odamlarniki o'xshab qoldi deb o'ylab qoldim. Shirning 6-9 metr keladi ekan. İtning 5 metr degandek. Bu hamda ھەزىم qilish bizniki odamlar bilan bek munosabat yo'q, shuna bo'lsa-mu qiziqarli ekan deb qo'ydim. Ondan keyin men hozirgacha bu shu 4-birdan boshlab YouTube chiqqandan keyin uyqusizlik, ko'zning mashqi, bosh og'rish qatorliqlarni so'zildim. Qarindoshlardan savollar tushdi. O savollarga men loyiqida javob berib kelyapman. Eng asosiysi shu davomlashtirish bir ishni. Uyqusizlikning prinsiplarini so'zlab berdim. Yana shu men chiqargan YouTube'ni boshqadan ko'rib baqsanglar bo'ladi. Uningga sal g'ayrat ketadi desak bo'ladi bir hisobda. Uyqumni yaxshilaychi desanglar, uyqu yaxshilasa meningcha immunot kuchi har qanday kasalni oldini olib bo'ladi ekan deganni men o'zim his qildim, o'zimning beshidan o'tganimni so'zlab berdim. Andan keyin ko'z mashqimi, ko'z mashqida bir qarinishim xat yozibdi. Men 3 kun qilgandan keyin shundoq o'zimni bir xil sal o'zgarish bo'lgandek his qildim deganda shunday xo'sh bo'ldim. Albatta odam bilan odamniki ta'sir qilish o'xshamaydi. Mashq qilish vaqti degandek. Masalan 1 minutda bir kunda har qatimda 10 minut dedim. Ba'zilar savol so'radi, bir kun qancha qatim qilamiz deb. Qancha qatim qilsangiz bo'ladi. Xuddi bu training qilib jiro chiqiramiz deb, muskul chiqiramiz deb mashq qilganlar qancha tez jiq qilsa shuncha tez muskul chiqadi-ku. Shuning o'xshash ish. Shunlashqa bir kunda har qatimda 10 minut qilamsiz, 20 minut qilamsiz, o'zingizning vaqti bor chaqtilam, men degan usulni qilib bersangiz, cho'qim yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Andan keyin bosh og'riqni qisqachalam so'zlab o'tgandim. Albatta davomli ham savollar tushsa javob berishga tirishaman dedim. Shu bosh og'riqning turi bek ko'p bo'ladi. Shunga uyqu kam bo'lsa, undan keyin uyquni yomoncha uxlab olsakmi, hammalarniki tajribasi bor. Shu bosh og'rishi qattiq bo'ladi. Bo'libmi ayollarda ko'p bo'ladi ekan bosh og'rish. Buning sabablari ko'p bo'ladi. Shunlashqa uyqumizni oldi bilan uyqumuzni yaxshilasak, undan keyin meningcha bu bosh og'rishlarmi o'zidan yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Undaq bo'lsa rahmat. Bugun yana kelar qatim qismida ko'rishaylik. Xayr xo'sh.